Hammaga salom. Anchadan beri ko'rishmagan edik. Shunday ekan, fikr bildirishda davom etaman sizlar keltirgan savollarga. Bu safar ikkita tomoshabinlardan kelgan savollarga bitta qilib fikr bildiraman, sababi ularning savollari bir-biriga o'xshash. Bir tomoshabin krionika haqidagi fikrimni so'rayapti. Krionika deganda, misol uchun, bugungi kunda qandaydir odam bugungi kunda davosi bo'lmagan kasallikka chalinib, o'lgandan keyin o'zini tanasini muzlatib kelajakka qoldirish va agar mabodo kelajakda mana shu odamni tiriltirish va mana shu kasallikni davolash texnologiyalari bo'lsa, mana shu odamni tiriltirib, uni davolash va shu bilan mana shu odam o'zining hayotini davom ettirishi g'oyasi. Mana shu krionika. Mana shunga fikrim nima? Bir tomoshabin so'radi. Ikkinchi tomoshabin cheksiz yashash g'oyasiga fikrim nima? Misol uchun bilsangiz kerak, Elon Musk kabi odamlar shu g'oyani ilgari suryapti. Bizning mana shu biologik tanamizni raqamlashtirish orqali shu bilan mana bizning hayotimizni deyarli cheksiz yashash qobiliyatiga olib borish haqidagi fikrini va bu fikrini haqiqatan ham ustida ishlayapti Elon Musk kabi odamlar. Tushunib turgan bo'lsangiz kerak, nimaga bitta qilib fikr bildiraman, sababi ikkala savol ham mana shu o'limdan qochish, hayotni uzaytirish haqidagi qandaydir bir xil mavzuga olib keladi. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, krionika masalasiga. To'g'risini aytsam, krionikaga men salbiy qarayman. Salbiy qarayman deganimda men nima demoqchiman? Bu narsa deyarli imkonsiz deb hisoblayman va kelajakda ham imkonsiz bo'ladi. Qarang, krionika o'zi menimcha 20 yilcha oldin nihoyatda mashhur bo'lgan g'oya hisoblanadi. Shu 2000-yillarda katta-katta korxonalar ochilib, mana biz krionika, bizda maxsus bir nimalar bor, yo'llar bor odamning tanasini xavfsiz muzlatish. Misol uchun, jiddiy azot bilan muzlatamiz, lekin jiddiy azotda tana muzlasa va shu bilan hujayralarni vayron qilsa, bizda maxsus qandaydir himoyaviy, kimyoviy mana shu elementlar bor, mana shu muzlatishni oldini oladi va shu bilan hujayralaringiz tom ma'noda muzlanmaydi. Shunchaki mana shu shisha holatiga keladi. Ya'ni siz muzlanganingizda, muzlatilganingizda muz bo'lmaysiz, shisha bo'lib qolasiz. Va nimamish kelajakda mabodo agar texnologiyalar rivojlansa, sizni bemalol tiriltirsa bo'ladi, chunki sizda hujayralaringiz sog' bo'ladi, shunchaki qattiq qolgan. Mana deb va'da qilishgan. Lekin bu va'dalari o'sha davrda ham 20 yil oldin ham shunchaki qandaydir fantastika bo'lgan va ular qat'iy va'da bermagan. Ular shunchaki va'da berganki, sizni saqlab qola olamiz mana shu kelajakgacha. Lekin haqiqatan ham kelajakda sizni bunday qilisharini, qilishmaydimi va'da berishmagan. 20 yil oldin bu narsa fantastika bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ham, endi o'z tushuntiribsiz, bizning asrimizda 20 yil bu juda ham katta progress ilmiy nuqtai nazardan. Mana shuncha katta progressdan keyin ham bugungi kunda krionika fantastika hisoblanadi, ya'ni deyarli imkonsiz bo'lgan holat. Va qo'shimchasiga nima demak, mana bizda qandaydir himoyaviy, kimyoviy elementlar bor degani bilan va hujayralaringizda hech qanday shikastlanish bo'lmaydi degani bilan bu yolg'on, baribir shikastlanish bo'ladi. O'z tushunib turibsiz, bizning tanamiz nihoyatda nozik, qandaydir ozgina shu tizimimizda buzilish qanday muammolarga olib keladi. Bu joyda tasavvur qiling, mana odamlar muzlatilgan bo'lsa yoki shishalashtirilgan bo'lsa, qancha yillardan beri ularning metabolizmi to'xtagan. Bizda kichkinagina qandaydir tizimdagi muammo, buzilish bizni vayron qilsa, bu yerda umuman to'xtatilgan barcha tizimlar. Albattaki oqibati salbiy bo'ladi. Shu sababli buni deyarli imkonsiz deb o'ylayman va odamlar kelajakda boshini ham qotirib o'tirmaydi deb o'ylayman. Sababi bundan-da yaxshiroq yechimlar bo'ladi hayotni nima qilish uchun, uzaytirish uchun. Misol uchun, klonирование. Bugungi kunda keng tarqalgan amaliyot, klonирование menimcha o'zbekchalar ham klonирование bo'ladi. Misol uchun, yuragingizda muammo bormi, nima qilasiz? Klon yurak qo'yasiz, bo'ldi. Yurakdagi muammo yo'q bo'ldi. Misol uchun, oldinlari odamlar nima bo'lardi? 60 yoshda paqqat o'lib qolardi, nima desa infarkt bo'ldi. Yuragida muammosi bor ekan. Bugungi kunda kimdadir yuragida muammo bo'lib qolsa va yetarli puli bo'lsa nima qiladi? Yuragini almashtiradi, boshqaga qo'yadi, bo'ldi, yashaveradi, infarkt degan narsa bo'lmaydi. Yoki kimdadir jigar bo'lsa, muammoli jigarni shunchaki almashtiradi, boshqa jigar qo'yadi, bo'ldi, muammo yo'q. Ya'ni mana shu klonирование borgan sari rivojlanib ketyapti. To'g'ri, faqat badavlat odamlar uchun, lekin biz hozir aniq qaysi odamlarni gapirmadikki, to'g'ri, umuman olganda gapiryapmiz. Shu, ya'ni klonирование sababli mana shu uzoq yashash masalalari osonlashib ketadi va shu bilan odamlar mana shu krionika haqida umuman o'ylamaydi ham kelajakda. Bugun ham o'ylashmayapti. Bu krionika masalasi 20 yil oldin mashhur bo'lgan. Bundan tashqari genli injineriya.
Bugungi kunda nihoyatda tez rivojlanayotgan shu fan sohalaridan biri bu genni injeneriya. Xohlagan mana shu meditsinskiy tibbiyot universitetlariga qarasangiz, topovoy, ya'ni eng yuqoridagi, eng nufuzlilariga qarasangiz, birinchi o'rinda mana shu bioinjeneriya yoki genni injeneriya turgan bo'ladi. Chunki haqiqatan ham rivojlanyapti bu. Misol uchun kechagi kuni bir tomoshabin ta'kidlashicha, yo Yaponiyada yo Koreyada mana shu genni injeneriya qandaydir yutuqlarga ega bo'libdi. Va ushbu yutuqlardan biri bu odam tishini 3-marta o'stirish. Bilsangiz kerak, odamlarda tish odatda 2 marta o'sadi. Birinchisi mana shu yoshlik tishi deydimi? Va keyin yoshlik tishlari to'kilib bo'lgandan keyin orqasidan yana bir marta tish o'sib chiqadi. Va endi ta'kidlashicha, aniq bilmayman, uni tekshirib ko'ring, rostmi yolg'onmi? Kechagi kuni bir tomoshabin aytdi, shu Yaponiyada 3-marta уже tish chiqarishyapti ekan. Ya'ni mana genni injeneriya yutuqlari. Va haqiqatan ham bu mana shu genni injeneriya bu nihoyatda promising. O'zbekchalab nima bo'ladi? Promising. Bilmayman o'zbekchalab qanday bo'ladi. It's a promising thing because it's really possible. Juda ham oson amalga oshirilishi mumkin. Shunchaki mantiqan o'ylasangiz. Misol uchun, bilsangiz kerak, ko'plab hayvonlar bor 300-400 yil yashaydi. Shunchaki genetikasi sababli. Misol uchun akulalar. Akulalar 300-400 yil yashaydi. Sabab nima? Genetika. Yoki toshbaqalar 150-200 yil yashaydi. Sabab nima? Genetika. Yoki meduzalar umuman cheksiz yashashi mumkin. Bilmaganlar uchun meduzalar umuman o'lmaydi. Ular meduza jarayoniga o'tgandan keyin shu qanchadir ham muddat meduza bo'lib turib, keyin yana orqaga qaytadi. Polip nimasiga, holatiga. Va polip holatda ham bir necha shu qanchadir ham yashab turib, yana qayta meduzaga qaytadi. Shunda aylantiraveradi o'zini nimasini, siklini, hayot siklini. Shu bilan cheksiz yashashi mumkin. Sabab nima? Genetika. Tushunib turibsiz-da? Yoki ba'zi bir hayvonlar bor, salamandralar misol uchun, oyog'ini uzib tashlasangiz, oyog'i o'sib chiqishi mumkin yangi. Kallasini uzib o'rsangiz, kallasi o'sib chiqishi mumkin yangi. Sabab nima? Genetika. Tushunyapsizmi? Ya'ni bari kalit genetikada. Va agar haqiqatan ham olimlar mana bugungi kunda shu genetikada qandaydir yutuqlarga ega bo'lsa, kelajakda biz mana xuddi shunday 300-400 yil yashashimiz yoki biron joyimiz uzilib tushsa qayta o'stirishimiz umuman muammo bo'lmaydi. Qandaydir imkonsiz degan g'oya emas. Shu sababli krionikaga men qarashim salbiy, chunki odamlar boshini aylantirib o'tirmaydi, boshini og'ritib, nima qilasan buni eritib, mana kel senga genni injeneriya degani qoladi. Va kelajakda misol uchun shu o'tmishdagi o'zini muzlatib, mana shu palon pul to'lab o'zini muzlatganlar kelajakda menimcha tiriltirmaydi, chunki bu korxonalar hech qachon o'zi va'da bermagan. Ya'ni azaldan ular kontrakt tuzganda hech qanday qat'iy va'da bo'lmagan. Mabodo agar ilojisi bo'lsa, kelajakda ilojisi bo'lmadi uzr deb qo'yaveradi-da, shu bilan shu muzlagan odamlarni sekin tashlab yuboradi, bo'ldi, yo'qolib ketdi. Tushundingiz? Shu sababli krionikaga salbiy qarayman. 20 yil oldin fantastika bo'lgan, bugungi kunda ham fantastika va kelajakda ham nihoy fantastika bo'ladi. Xo'p, raqamlashtirish orqali hayotni cheksiz qilishgacha bunga qanday qarayman? Bunga men ijobiy qarayman. Lekin ijobiy qarayman deganimda buni qilish kerak demoqchi emasman. Ijobiy qarayman deganimga sabab bu narsa ham amalga oshishi menimcha juda ham oson bo'lgan narsa. Va bunga sabab mana bugungi kundagi sun'iy idrok rivojlanishiga qarang. Agar sun'iy idrok shuncha rivojlanayotgan bo'lsa va olimlar ta'kidlashicha, agar bu ketishda rivojlanish davom etsa, mana shu tendensiya sun'iy idrok rivojlanishi davom etsa, haqiqiy mana shu sun'iy bilan haqiqiy idrokni farqiga yeta olmaydigan bo'lib qolamiz. Bu degani nima degani? Agar biz haqiqiy bilan sun'iy idrokni farqiga yeta olmaydigan bo'lib qolsak, bizning biologik idrokimiz bilan raqamlashtirishni hech qanday farqi bo'lmaydi. Bu degani biz bemalol o'zimizni raqamlashtirishimiz mumkin degani. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu tendensiya bo'yicha bu bemalol amalga oshishi mumkin bo'lgan narsa. Misol uchun bugungi kunda odamlar o'zi aldanyapti, sun'iy idrokni qandaydir haqiqiy odam sifatida qabul qilib, u bilan do'st bilan gaplashgandek gaplashyapti. Misol uchun men ham o'zimga e'tibor berganman. Men ham hatto aldanyapman. Men sun'iy idrok bilan gaplashganimda rahmat deyapman unga yoki qalaysan, kuning yaxshimi deb o'zim, tushunyapsizmi? O'zim neosознанно, ya'ni anglamagan holda aldanyapman mana shu sun'iy idrokka. Bu chuqurlashmasdan demoqchiman, o'zi gapirsa bo'ladi. Bundan tashqari ko'plab olimlar aytayapti, sun'iy idrok bugungi kunda yolg'on gapirishi mumkin yoki sun'iy idrok manipulyatsiya qilishi mumkin. Sun'iy idrok haqida mana shu mavzularni tushunadiganlardan so'rasangiz aytib beradi, qaysi masalalarda sun'iy idrok odamlarni aldashi mumkin va hokazo. Va aynan shu sababli men bunga ijobiy qarayman, chunki bu kelajakda amalga oshishi mumkin bo'lgan narsa, lekin bu narsani men oqlamayman. Sababi agar odam
agar nimadan falsafiy nuqtai nazardan bunga qaraydigan bo'lsak, odam qancha ko'p yashasa, shunchalik uning hayoti mazmunsiz bo'ladi, mantiqsiz bo'ladi. Bu haqda ham alohida video qilaman. Aytmoqchi, ha, bilaman juda ham ko'p tomoshabinlar, ya'ni juda ham ko'p demay, yo 6 ta yoki 7 ta tomoshabin nihilizm haqida yoki mana shu ma'no yo'qotish haqida fikr nimaligini so'ragan edi va men уже anchadan beri mana shu fikrini bildirmayapman bu mavzu bo'yicha. Sababi men YouTube'da bu haqda alohida video qilaman. Shuning uchun o'ylamanglar, men sizlarni hozir ignorirovat qilmayapman, shunchaki kelajakka qoldiryapman, sababi video qilaman. Shu Elon Musk g'oyasiga ijobiy qarayman, lekin buni oqlamayman. Ijobiy qarashimga sabab bu narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni fikrim shu. Va uni oqlamashimga sabab qanchalik odam ko'p yashasa, shunchalik hayoti mazmunsiz bo'ladi. Krionika cho'pchak, kelajakdagi odamlar krionikaga umuman qaramaydi va o'tmishdagi mana shu krionikaga o'zini topshirgan odamlar kelajakda lo'q bo'ladi. Ya, aniqrog'i ular уже lo'q bo'ldi, chunki ular o'lib bo'lgan. Shu savolingizga javob oldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Tinch bo'ling.